Oldin 25 ming qo'yilgan, hozirgi narxi 23 mingga вообще pul zarur kirishimizga 10 qo'lga sanuzel. 3 xonani 4 xona qilingan kvartiramiz, taxtapolli, kirpishli. Lokatsiyamiz Marg'ilonda gastronom emas bu, Cheramushkada. Kirganimizda mana yana bitta xonamiz bor. Holni ko'ryapsizlar, kattaligini. Juda ham katta, mana shu yerda hol bor. Mana shu yerda o'ziga ancha-muncha narsa sig'ib ketadi. Yana bitta mana yerda spalnigimiz bor. Xolasiz buni spalnigini, xolasiz buni. Tem bo'lib kladovkalari ham bor ekan mana. Kladovkani olib tashlasangiz ham batam katta joy bo'ladi. Ancha-muncha narsa sig'ib ketadi. Narxini 23 mingga вообще pul zarur berib oladi. Oshxonani balkonga olib chiqilgan. O'shuni hisobiga 4 xona bo'lgan, o'zi 5 xonali. 3 xonali. Planirovkasini ko'ryapsizlar. Pastki raqamlar barakaga. Mana 6 metrli veranda, mana yerda bitta zali bor, zalni ham ko'rsating. Bunaqa domdan 2 ta 3 ta bor ekan. Kirpishli dom, beton baz, pishig'ishda bo'lgan taxtapolli domimiz. Просто tak 4-etajda skvaznoyda 3 xonani 4 xona qilingan. Sizlarga 23 mingga o'ta ham pul zarur, pastki raqamlar barakaga. Mana shunaqa chiroyli kvartira so'raganlar jo'natib qo'yamiz.